Bolalar, hammaga salom. Bugungi videoda eng arzon persikadan eng qimmat persikagacha boramiz. Xo'p do'stlar, bugun ancha kutilgan rubrikani olishga qaror qildik. Sizlarga bu rubrika ancha-muncha yoqib tushgan. Shuning uchun bugungi video rolikda eng arzon persikadan boshlab eng qimmatigacha boramiz. Ko'ramiz, qanchalik farq bo'ladi arzon bilan qimmatning orasida qanchalik kачествосida ham farqi bo'ladi. Ya'ni qaysi biri qulay, qaysi biri ko'proqqa chidaydi, hokazo. Buning uchun biz ikkita 3ta lokatsiyaga borib ko'ramiz, o'shdan qidiramiz. Nech puldan boshlanib, nech pulgacha bora olishimiz uchun ham kommentariyada yozib ketinglar. Bolalar persika tarixiga keladigan bo'lsak, persikalar asnovnom $30 boshlanib ketaveradi. 80, 90, 100, 150, 200 dollargacha. Ba'zi bir persikalar bor, iminoy chiqadi. Misol uchun mirovoy yulduzlar, Courtois, Neuer, Oblak, Donnarumma, ularga kontragi bor, ularga iminoy spesialniy ularga maxsus chiqariladi. Uni limit edition bo'ladi, ya'ni qanchadir miqdorda chiqqan bo'ladi. Ularning narxi $400-500. Tasavvur qilsam, $400-500 nechta original butsi olsa bo'ladi. Как minimum ikkita zo'r последний modeldagi original butsi olsa bo'ladi. Endi persikalarning xili ko'p. Qalin persikalar bor, ingichka persikalar bor, quruq stadionga moslashgan persikalar bor, suvli poliyaga, ya'ni yomg'irga moslashadigan persikalar bor, sun'iy poliyaga moslashgan persikalar bor, tabiiy poliyaga moslashgan persikalar bor. Buni video davomida tushuntirib o'tib ketaman. Hozir biz gipermarketga kirib, ikkita 3ta magazinlarga yana kirib o'tib, persikalarni ko'ramiz, narxi bilan tanishamiz, kачествоsi bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, bolalar, mana biz birinchi magazinga kirdik. Bu yoqda persika assortimenti ko'p. Hozir birma-bir tanishtirib o'taman sizlarni. Mana bu yoqda eng arzon persika, mana men aytib yozib ham qo'yibdi. 75 ming ekan. Bu detskiy bo'ladi. Detskiy razmeri ham ko'rsatib qo'ygan 5. Meni razmerim 9. Xo'p, bolalar, mana detskiy persika 75 mingdan. Примерно mana shunaqa holatda bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Futbolga endi kirib ketgan yosh varatarlar uchun bu ideal variant. Даже bu 5-6 ham emas, где-то bir 3-4 yoshli bolalarga keladigan. Bu yaxshi tomoni lateksi lekin yaxshi ekan. Ya'ni ushlaydigan lateks ekan. Bu futbolda endi boshlayotgan bolalar uchun. Keyingi persikamiz esa 2 razmer katta bo'ladi, ya'ni 7-razmer. Bundan narxi mana 112 ming ekan. Endi buni hozir ko'ramiz, qanchalik lateks kuchli yoki slabый. Buni ham lateksi yaxshiga o'xshayapti, lekin bitta no tomoni bor. Bola iloji boricha hech qachon mana bunaqa shitkisi bor persika olmanglar, chunki bu o'ziga yarasha himoya ham qiladi, lekin o'ziga yarasha bir vaqt ichida travma ham berib qo'yishi mumkin. Ya'ni qo'liga bu juda ham noqulay bo'ladi. Keyingisi уже biztengi yoshlar, ya'ni kattalarning persikasi. Buni ko'ryapsizlar, razmeri 10, buning narxi 120 ming ekan, boyagidan 10 ming so'mga qimmat. Men o'ylashim bo'yicha bu ham plus-minus boyagidaqa kачествоsi bo'lsa kerak. Da. Ammo kачество faqat razmeri katta bo'lganligi uchun sal narxi ham o'zgardi. Xo'p, bolalar, va nihoyat bizda kачественный persikaga yetib keldik. Mana bu kачественный persika bo'ladi. Buni kiyishga stoyt, ya'ni qaysi ma'noda haftada 2-3 marta futbol o'ynasanglar, havaskor darajada bu zo'r variant. Havaskor darajadagi buning narxi adashmasam 220 ming yoki 230 ming atrofida. Ham bu realni уже mana bilinib turibdi. Materiali yumshoq, latekslari ham zo'r, qo'lga kiysa plotni tushadi. Lekin bitta no tomoni bor, buni lipuchkasiz bo'ladi. Ya'ni mana bunday shiq bo'lmaydi. Va nihoyat biz 75 mingdan boshlab bu magazindagi eng qimmat persikaga ham yetib keldik. Bu 390 ming so'mlik mana bu Puma bo'lar ekan. Buni mana bunaqa upakovkasi ham bor oldida. Bu ham zo'r variant lyubitellar uchun. Mana ko'ryapsizlar. Bez lipuchka, material yumshoq, mana bu yerda дополнительный rezinka bor, чтобы urib o'rganda udarni yumshoq qilib qo'lni himoyalash uchun. Ko'ryapsizlar, Puma nimaga qimmat ekan? Bunga mana bu Adidasga nisbatan buni lateksi qalinroq ekan. Boyaga aytganimdek, persikani ingichkasi bo'ladi, qalini bo'ladi. Qancha qalin bo'lsa, qancha yumshoq bo'lsa, qo'lga shuncha udobniy, udarni ham shuncha kamaytiradi. Ya'ni qo'lning himoyasini oshiradi. Bolalar, mana ko'rdinglar, birinchi magazinda o'zidayoq 75 mingdan boshlab 390 minggacha bordi. Hali lokatsiyalar ko'p, magazinlar ko'p. Hozirroq o'zingizlarning variantlarini yozib ketinglar. Nech pulgacha boramiz? Обязательно like bosib, kanalga obuna bo'linglar.
Xo'p, bolalar, hozir prям peshkalarni dunyosiga tushib qoldim desam bo'ladi. Mana ko'rsat, assortiment tiqilib yotibdi do'stlar. Mana Nike, Adidas, Pumadan boshlanib, mana bu Titan, Keeper Sport, Penalty, mana bu Velo lagacha bor. Juda ham assortiment ko'p. Menimcha faqat eng katta assortiment mana shu yerda bo'lsa kerak. Xo'p, endi cho'zib o'tirmagan holda narxlarni boshlaymiz. Boya aytdim 5-razmer 3 dan boshlanadi deb. Mana bu yerda 4-razmer ham bor. Xo'p, dollarda aytib o'tib ketaman. Buning narxi $3,5. Keyin sal kattalari $4,5. Mana bu katta 9 dan 11 gacha bo'ladi. Buning narxi $6. $6 esa где-то 72-73 ming atrofida bo'lyapti-da. Faqat bu eng arzonlari, bu lyubitellar uchun. Keyin более высший уровень chiqadi. Mana bular. Bu bularga nisbatan kачество sal yaxshiroq bo'ladi, yumshoqroq bo'ladi. Bularning narxi $10. Mana bunaqa Puma bor, ultra, bu ham zo'r variant, bu ham dahshat variant. Buni narxi adashmasam $11, $11-12 atrofida. Keyin mana bunaqa Adidaslar bor, $12. Mana bular $13. Mana shu ham zo'r. Emiliano Martinez xuddi mana shunaqa Predator kiyadi. Ya'ni buni asosiy joyi nimada? Lipuchkasi bor mana. Lipuchkasi bor. Lipuchka bo'lgani sababini nimasi yaxshi? Qo'l qayrilib ketmaydi. Lipuchka plotni ushlab turadi. Mana bundaqa, mana bundaqalari bor. Mana bundaqa Pumalar bor. Buni olsanglar, обязательно o'rash kerak. Chunki kuchli udar bo'lsa, qo'l qayrilib ketadi. Emiliano Martinez xuddi mana shunaqa modeldan kiyadi Predatorda. Sizlar bu yerda eng bitta zo'r variant ham bor. Mana perchatka bor. Buning narxi $12. Adidas klassika deb nomlanadi. Buni oldin kasilistlar kiyardi, o'sha o'ynagan paytlarida. Rangi ham ko'ryapsizlar, необычный rang, lekin bitta bu lichdan menga yoqmaydi. Menga neudobство beradi. Bu Mametdagi Rolls Finger. Ya'ni Rolls Finger degani mana tikilgan. Buni qati neudobni deyishinglar mumkin. Ya'ni kiyganinglarda mana bu joyi, mana bunaqa joyi botib turadi. Endi lichni menga shunaqa. Bu prof darajadagi variatorlar bor, shunaqaga o'rganib qolgan, lekin lichni menga yoqmaydi. Hozir men sizlarga o'zim kiyadigan peshkalarni ko'rsataman. Men o'ylashim bo'yicha puliga eng zo'r variant mana shu. Bular mana bunday ko'rsatmani. Nike ko'ryapsizlar, xili bor, mana retro Nike'lar bor, yangi model bor mana. Men bu retro eski model, bu Alison Nike bilan kontrakt bo'lgan payti 2018, 2019, 2020, 21 gacha kiygan. Keyin hozir mana bunaqa modeli bor. Buni adashmasam Chelsea darvozaboni Sanchez kiyyapti. Bularning narxi $16. Ya'ni 200 ming so'm, bitta 200-210 ming bo'lyapti, lekin ishoninglar, puliga arziydigan perchkalar mana shu deb o'ylayman. Birinchidan buni plus tomoni qaranglar. Qalin, realni qalin. Lateksi zo'r ushlaydi, lipuchkasi yo'q. Eng menga yoqadigan joyi buni lipuchkasi. Prям plotni ushlaydi. Ko'ryapsizlar, qo'lda turishini prям plotni, qo'linglar ichida baltat qilmaydi. Qalin, moshniy, qoptoni, sipleniyasi ham, ya'ni geli ham uncha-muncha narsaga qurib qolmaydi. Eng imba variant. Kelasizlar 200 mingga olasizlar, bo'ldi. Buni plus tomoni ikki xil bo'ladi. Ko'ryapsizlar, tekis buniki. Mana Mametda. Ya'ni tekis ketgan. Bu klassik deyiladi. Mana buni esa Mametda tikilgan ichiga. Как Rolls Finger variant. Sizlarga maslahat, agar mana shunaqa model olsanglar, iloji boricha mana bunaqa ichkariga tikilganini olinglar. Bunga nisbatan bu ko'proq umr ko'radi, ya'ni uncha-muncha narsaga ketmaydi. Ozginaga bo'lsa ham qalinroq. Iloji boricha mana shunaqadan olsanglar, atak narxi bir xil. Xo'p, bolalar, bizda eng arzon perchatka bu $3,5 da, endi eng qimmatlariga boryapmiz. Xo'p, men bu Uxul Sportga o'xshash perchatka bu $20 ekan. Buni ochib ko'rsatmadim, chunki bitta no tomoni juda ham ingichka ekan, juda yuqqa, qo'lni yaxshi himoya qilmaydi. Ikkita bir xil perchatka, lekin narxi har xil. Men bu $14, men esa $22. Bu yerda 270-280 ming bo'lyapti. Bu magazindagi eng qimmat perchatka bo'lyapti. Ya'ni biz $3,5 dan $22 gacha keldik. Endi hozir farqini, ikkita bir xil perchatkani farqini sizlarga tushuntirib beraman. Bolalar, mana menimcha rangidan ham bilinib turibdi. Mana bu qimmatligi, shu ko'ryapsizlar, mana bu nasishni, bu lyuks kopiya. Buni oldin Danurma xuddi mana shunaqa modeldan kiyadi.
Nimaga oldim deyapman? Chunki hozir bilsanglar, buni mana bu chiqib qolgan varianti ham bor. Mana bu yergacha gubkali bo'lib turadi. Mana bunaqa Danarumada Danaruma, Diego Costa va Portugaliyaning vartarida mana bunaqa ham bor. Lipuchkali qilingan. Endi ularni nimaga unaqa imino qilib chiqarib beradi? Chunki Adidas bilan kontrakti borligi bo'lgani uchun mirovoy urovindagi vartar chisti ularga o'ziga moslab Adidasdan spetsialniy odamlar boradi. Har bir tirnog'igacha, millimetrgacha o'lchab, xohlagancha qilib beradi. Bilinib turibdi, mana bu realni qalin, qo'lda plotni turibdi. Mana bu esa baribir arzonligi bilinib, rangidan ham bilinyapti, yuqaroq, menimcha lateksdan ham farq bo'lsa kerak. Nu, ko'rdinglar, bekariga bu $22 emas, bu esa $14 emas. Xo'p, do'stlar, mana ko'ryapsizlar, narx-navoni qanchaligini. O'zimga keladigan bo'lsa, mana bu 250-300 mingdan boshlanib, 50, 60, $70 peshkagacha kiyganman. Nu asnomnom hozir bazaviy variant. Agar siz prof darajada bo'lmasangiz, ya'ni qaysi ma'noda, misol uchun lyubitelskiy o'ynaysiz yoki ikkinchi ligaga ham mana bunaqa persikalar prям imba variant. Mana bular вообще 200 mingga ham bormaydi, mana bu 200 ming. Men o'zim tavsiya qiladigan persika bu, mana bu 200 mingga olasiz. Железно 3 oy kiyasiz. Железо betonni 3 oy kiyasiz. Ikkita olsangiz, 6 oy bor. 3 ta olsangiz, может 1 yilga yetar. Endi keyingi lokatsiyaga boramiz. U yoqda narx-navo bilan tanishamiz, qanchagacha bo'ladi. Do'stlar, biz ikkinchi lokatsiyadamiz. Bu bozor emas, bu отдельно bir magazin. Xo'p, bu yoqda persikalar ko'ryapsizlar, ko'p. Asnomnom bu yoqda Nike bilan Adidas. Mana bundaqa Best degan persikalar bor ekan. Bu eng arzoni, bularning narxi $5. Bitta 1062 ming chiqyapti. Undan keyin mana bunaqa Nike'lar keladi. 150 ming boyagi Nike. Xuddi 200 ming. Boyagi magazinga o'xshagan. Bu yoqda ham rasvetkalari ko'p. Mana ko'rasiz, mana bunaqasi bor. Shaxsan o'zim mana bunaqasidan kiyaman. NFL'da ko'rgan bo'lsanglar, mana shu rasvetkaga chiqdim. Keyin mana bunaqasi ham bor menda. Undan keyin Predatorlar keladi mana. Predatorlar keladi. Bularning narxi 350 ming hammasi. Boyaslarga ko'rsataman dedim. Ya'ni mana bu teshtikani mana qaranglar. Boyaslarga ko'rsataman dedim. Machalkali, ya'ni Danaruma, Diego Costa, Jorgensen, mirovoy vartarlar hozir mana shunaqasidan kiyadi. Takir Ter Stegen ham xuddi mana shu modeldan kiyadi. Endi Danaruma bilan Ter Stegenning farqi. Ter Stegen bet lipuchkali kiyadi. Danarumani ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa mana bu yerda lipuchkasi bo'ladi. Ya'ni Adidas unga maxsus shunaqa qilib chiqarib beradi. Endi meni nazarimda mana bularga, mana bu bet lipuchkalarga nisbatan mana ko'rsat farqini. Bunda mana bunaqa lipuchkaligi yo'q, ya'ni materiali yo'q. Bunda bu nisbatan qulayroq. Endi men ham kiyib ko'rganman. Bu qulayroq. Buning narxi 350 ming so'm. Xo'p, bolalar, buni mana bunaqa retro varianti ham bor. Xuddi mana shunaqani, faqat Tix variantini kiydim, klassический, ya'ni mana bu yerda chiqmagandi. Bu ham yaxshi. Nu bitta yana problema bor. Buni kiysanglar, обязательно mana buni o'rash kerak. Buni kiyishda ham o'ziga yarasha qiyinroq. Sen mana bunga nisbatan mana. Ko'ryapsizlar, qo'limda turishini. Chiroyli bo'lib turadi. Mana machalkalari. Xo'p, endi bu persikalar to'g'risini aytsam, искусственныйga qandaydir noqulayroq. O'zim chunki kiyib ko'rganman. Noqulayroq. Bu perchatka agar siz tabiiy polyada, tabiiy chimda o'ynasanglar, tabiiy stadionda o'ynasanglar, o't bo'lsa o'shanda zo'r. Xo'p, bola, qo'limda hozir ikkita persika turibdi. Ikkalasi ham Adidas, ikkalasi ham klassik oddiy ketgan. Faqat bittasining narxi 350 ming va bittasi balki bu videodagi eng qimmat persika bo'lishi mumkin. Bittasi original, 100% original. Topinglarchi, qaysi biri original, qaysi biri poddelka. Kommentariyada yozib ketinglar. Hozirroq pauza qilib. Mayli, do'stlar, kuttirib o'tirmayman. Mana bu perchatka original. Buni narxi $150. Ya'ni so'mda где-то hozirgi kurs bilan 1.750 ming bo'lyapti. Do'stlar, hozir buni ochib kiyib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana. Materialdan farq bor, mana ichlari, ranglari. Endi buni qo'lda kiyib ko'ramiz, qanday turar ekan. Original $150 ga. Kiyilishi, to'g'risi aytaman, kiyilishi ma'mulaga nisbatan ancha oson ekan. Ko'rdinglar, bittada tushib ketdi.
Ощущение $150 perskadan. Ну, mana ko'ryapsizlar, qo'limga plotniy turdi. И ancha yumshoq, prям ancha yumshoq sezilyapti, chunki men bunga nisbatan. Endi men buni kiyib ko'ramiz. Предпоследний model, hozir buni ham kiyib ko'raman. Ana ko'ryapsizlar, уже buni kiyilishi qiyin bo'lyapti mana. Ancha buni kiyish uchun yana bitta odam kerak. Xo'p, xullas. Endi bilmayman buni kameradan perzat qilib bera olamanmi, sizlarga yetkazib bera olamanmi, yo'qmi? Do'stlar, mana materialda juda katta farq bor. Mana qandaydir жёсткий material и uncha-munchaga cho'zilmaydigan material. Mana bu $150 esa yumshoq material. Mana cho'zilyapti. И как будто buni kiyganimda bundoq qilsam havo o'tkazayotgandek bo'lyapti. Mana bu жёсткий, qo'lim dimlanib qolayotgandek bo'lyapti. Prям реальный juda katta farqi bor. 350 milli perska bilan 1 million 700 milli perskani. Prям реальный original prof lakiya degan perchatka bu. Xo'p, do'stlar, mana ozgina bo'lsa ham perskalar haqida ma'lumot olasizlar. Shuning uchun kommentariyada yozib ketinglar, bu videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bu men uchun juda muhim. Sizlar uchun arzimagan ish, men uchun katta motivatsiya. Xo'p, do'stlar, mini challenge qilmoqchiman. Kimni kommentariyasi eng ko'p like yig'sa, ana shu bolaga 50 ming so'm kartasiga tashib beraman. Shuning uchun gazni bosinglar, kommentariyani yondiringlar, aktiv ko'rsatinglar. И возможно именно siz 50 ming so'm yutib olarsiz. Xo'p, bolalar, mana ko'rdinglar, paka ikkita lokatsiyaga bordik. Eng arzon perska $3.5 dan $150 gacha bordik. Xo'p, unday bo'lsa, keyingi lokatsiyaga, oxirgi lokatsiyaga ketdik. Bolalar, va nihoyat bizda oxirgi lokatsiya bu City Mall. Har doimgidek ko'ramiz, bu yoqda rekord yangilanadimi? Hozir rekord bizda paka $150, ya'ni 1.800.000 so'm. Ko'ramiz, bu rekordni yangilarmikan? Bu yoqdagi lokatsiya bilmadim. O'zimga ham qiziq. Hozir 2-3 ta magazinga kirib ko'ramiz, perskalar qancha cho'kchimuligini. Sizni fikringizcha City Mallda perchatkalar narxi qancha? Xo'p, явно bu yoqda men o'ylashim bo'yicha bir 200-300 mingga perskalar yo'q. Menimcha 500 mingdan boshlansa kerak. Bu menga qiziq bo'layotgan narsa $150 dan qimmatroq perska bormi shu. Menimcha bitta, chunki mana shu lokatsiyada topa olamiz, boshqa lokatsiyada yo'q deb o'ylayman. Qolgani уже faqat zakazga keladi. Endi ko'ramiz. O'zimga ham qiziq, nech pullik bo'lar ekan bu lokatsiyada. Chunki real hamma narsa qimmat bu yoqda. Посмотрим deydi-yu. Ну, men o'ylashim bo'yicha chiqib qolsa kerak, 150 dan ham qimmatrog'i. Ana ketdi. Xo'p, bolalar, Sportmasterga keldik. Mana assortimentni ko'ryapsizlar, ko'p. Bu yoqda aslida ikkita brend bor. Birinchisi Dimix, ikkinchisi Kappa. Dimixdan boshlay qolamiz. Mana bu turli razmerda ko'ryapsizlar, olib o'tirmadim. Dimix, buni narxi 220 ming bu yoqda. Bu boyagi 40 ming, 50 mingdan ancha farqi bor, chunki ochib ko'rdim, realni qalin. Hamdaqa kattalarga bor, mana. Bular 530 ming. Mana bunaqa razmer kattalashgan sari narxi ham o'zgarib borar ekan. Bu 630 ming, mana 530, mana 630. Bu ham 530 ga normalnida olsa bo'ladi. Mana bu Kappa 300 qancha edi? 309 ming ekan. Salkam 310 ming ekan. Detskiy variantda hozir ochib ko'ramiz. Bu boyagilardan bu ancha farqi bor lekunda. Bilyapti, shu original yosh bolalar uchun ideal variant. Как бы yosh bolalarni bu original perskasi desa ham bo'ladi. Xo'p, bolalar уже kattalarnikiga keldik. Mana bu perchatka bor. Buni narxi 630 ming ekan. Hozir kiyib ko'ramiz. Boyaga 200 minglik Nike ko'rsatdimi o'zim kiyadigan. Xuddi ana shuni qolipida ekan, lekin qaranglar, birga bir qilingan mana. Ana shuni qolipi, ichi ham bir xil, lipuchkalari ham bir xil. Faqat brend o'zgargan xolos, Kappa deb qo'ygan Nike o'rniga. Ну, qolipi prям реальный bir xil. Bitta raziyasi, men bitta Nike bunaqa valnistisi yo'q edi. Atak ichi ham bir xil, mana ko'ryapsizlar. Xo'p, bolalar qaranglar, bu perchatka plus-minus Nike bilan bir xil. Lekin buni farqi, buni по-любому lateksi, mana yerda ya'ni ushlaydigan disiplinasi kuchliroq bo'ladi. И plus tomoni bu yumshoq, mana ancha приятный. И lipushkasi ham originalligi bilinib turadi. Ya'ni kirib bo'lib ketib, eskirgandan keyin ushamay qolmaydi. Bu yaxshi ushlaydi. Bu chunki original perchatka. Do'stlar, xo'p, City Malldagi eng qimmat perchatka mana shu ekan. Chunki 2-3 ta magazinga kirdik. Bundan qimmat perchatkani realniy yo'lda topa olmadik biz. Va buni narxi
69 ming ekan. Taka bu City Mall uchun rekord. Ming afsuski rekordimiz yangilanmadi. Shu $150 недосягаемый bo'ldi. 1.800.000 deyarli 2 barobar qimmat edi. Nike bilan plus minus bir xil, o'shanaqa qilingan, ichi ham bir xil mana. Faqat bunda bitta farqi bor. Boyaga oq bilan bu adashmasam 1 millimetrga mana matga ham yozilgan 4 plus 3 millimetr deb. Ya'ni 1-2 millimetrga qalinroq bo'ladi. Boya sal yuqorog'ida, bu qalinrog'i. Xo'p, birinchi ощущение bu, конечно, yumshoqlik. Pershka bilinyapti, juda yumshoq, juda удобный, чем Nike nisbatan. И реально qalinligi sezilyapti boyaga oqqa nisbatan. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdinglar, bugun $3.5 dan $150 pershka bordik, ko'rdik. Bitta narsa, bitta savol. $150 ga perchatka olishga stoytmi? Men o'ylashim bo'yicha yo'q. O'zimni opitimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, hozirgi kunda men 200 minglik pershkani ham kiyib qo'yaveraman, kerak bo'lsa o'yinga ham kiyib chiqib qo'yaveraman. Chunki reально удобный, yaxshi. Ну, $150lik pershka olishdan, $150 ga pershka olishdan men umuman ma'no ko'rmayapman. Da, конечно, original bu zo'r, bu chunki удобство beradi, bu chunki komfort beradi, bu yaxshi sцепление beradi, ya'ni yaxshi ushlash degani. Лучше $150 ga tam bitta pershka olgandan ko'ra 60, 70, toj $50 ga mana bundaqa kapalardan 3 ta olganinglar ma'qul. Xo'p, bolalar, mana ko'rdinglar, bugungi videoda pershka haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot oldinglar, qanaqa pershka olish kerak, qanaqasi yaxshi, qanaqasi yomon, pershkaning narxi bilan tanishdinglar. Do'stlar, shunaqa formatdagi video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozib qoldiringlar, nima yoqdi, nima yoqmadi, keyingi safar nimani olib chiqaylik, qaysi mavzularga qiziq. Обязательно kanalga obuna bo'linglar, chunki bu men uchun juda ham muhim, juda katta motivatsiya beradi. Sizlarni arzimagan bittagina podpisatsiya bo'lishinglar. Shuning uchun ayamasdan podpisatsiyani bosinglar, like-ni bosinglar, kommentariyani bomba qilinglar. Aytganimdek 50 ming tashib beraman. Kim kommentariyasi eng ko'p like qilsa, undoq bo'lsa keyingi video roliklarda ko'rishguncha.